Telefonga olib bo'lmas ekan, olmaylar telefonga. Men olmadim yaxshi. Mana bunaqa ustki kiyim kiydirishdi. Ishton kiydirishdi paketlik bizga. Ana endi mana bunaqa kema tishada pastga tushamiz. Mana bunda. Pastga tushiladi. Qo'limda telefonni ushlab tushishim kerak, bitta qo'limda ushlashim kerak. O'xsharmikan yoki yo'q bilmayman. Telefon qoldimi? Voy, mashinadan tushdimmi, babitdan tushdimmi bilmayman. Dahshat, dahshat. Qo'l bo'lib ketdi. Basharamga qarab suv sachrab. Telefonga olib bo'lmas ekan, olmaylar telefonga. Men olmadim yaxshi. Suv bilan olib tushadigan adrenalinga boy bo'lgan qayiqda eson-omon pastga tushib olgandan so'ng shom qorong'usida mana shu go'zalliklarni tomosha qilib, mashinachada o'tirib ketyapman. Mana shu mashinacha hozir pastgacha olib tushib qo'yadi deb, mana bu go'zallikka bir qaranglar deb tursam, bu mashinacha eng pastgacha olib tushib qo'ymas ekan u qarindoshlar. Xursandchiligim uzoqqa bormadi. Ha, nimaga xursandchiligim uzoqqa bormadi bilasizlarmi? Undan u yog'iga pastgacha mana shunaqangi qop-qorong'i o'rmon ichidan piyoda borar ekanman. Qorong'ida nima buncha qo'rqinchli bo'lmasa bu o'rmon, buni qaranglar. Davomini ko'rmoqchi bo'lsanglar kommentariyada plus belgisini yozib qoldiringlar qarindoshlar.